Allah'ın shunday ulug' payg'ambarlari avlodlaridan 40 yilda judo bo'lib, shu bir kelishgan shunda bir ilmli, shunda fazl kamolotga ega bo'lgan ukaga shuncha og'alar hasad qilib, u kishini o'ldirmoqqa, suvlarga, quduvlarga tashlamoqqa, yo'qotmoqqa qadar harakat qilganliklarida nima hikmat bor? Bu shu qadar odamni hayratga tushiradigan. Shuning uchun Alloh taolo laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Mana shunday holatlar payg'ambarlarning avlodlarini o'rtalarida bo'lib o'tdi. Bu hammasi aqlli odamlarga ibrat bo'ldi. İbrat olsinlar shundan. Oxiri nima bo'ldi? Hazreti Yaqub payg'ambar alayhissalatu vassalom sabr natijasida ha Yusuf payg'ambar bo'lsinlar, Binyamin bo'lsinlar, har ikkalovlarini sog' salomat topdilar. Hasad qilgan, o'ldiraman degan og'alari hammasi u kishiga shunday egilib Misrga kelib bordilar. Ey uka, biz gunohkor ekanmiz, bilmagan ekanmiz, sen Yusuf ekansan, mana endi bildik deganda ana dono odamdan keragi qaysi? Menga uni qildingiz, buni qildingiz deyishi o'rniga endi ey og'alar, bugun sizlarga sarzanish yo'q. Sizlarni undoq qildingiz deb ayting. Xudo sizlardan ham kechirsin, bizlardan ham kechirsin deb duo qildi. Bu qanday ibrat muhtaram jamoat. Nimani ko'rsatadi? Birov har qancha yomonlik qilsa, o'ldirishgacha agar borsa, siz shuni topsangiz, shu odamdan kechirib yuborsangiz, Alloh taolo sizni oxiratda gunohingizni kechirsa, bundan ulug' ish bor. Mana shunday bo'lishimiz kerak ekan. Birov menga uni qildi, buni qildi, menga shunaqa dedi, obro'yimni to'kdi, molimni oldi, boshqa qildi deb siz menni shuni ketiga tushib olib dushmanlik qilsak, bu dunyoda o'shanga zarar keltirsak, ham dunyoyimiz ham oxiratimiz vayron bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo hamma vaqt bir-birimizga yaxshilik qilishga, yomonlik qiladiganlarga qaytarishga, yo'lga solishga buyurgan. Alloh taolo hammamizni shu buyrug'iga amal qila borishimizni barchamizga nasib